Türkiye'nin Antalya şehrida 22 oktyabr yakshanba kuni o'tkazilgan qo'rqinchli jang kechasi nomidagi taylandcha jambozlik musobaqasiga qatnashgan Uyg'ur yoshlardan Xolid Ataman, Amrullo Ahmad, Samad Tavakkul va Muhammad Salih qatorliq 5 nafar Uyg'ur mohir raqiblarini yuqori nomer bilan yengib olqishga erishdi. Bu musobaqaga Ozarbayjon, Eron, Sudan qatorliq ko'p sonli davlatlarning mohirlari qatnashgan bo'lib, Uyg'urlarga vakolatan 5 nafar yosh qatnashdi. Musobaqada mazkur 5 nafar Uyg'ur mohirdan 3 nafar utuq qozondi va oltin hallik kamarga erishdi. İstanbuldagi Ataman jambozlik klubining mashqovuli, shundaqla Sharq Turkiston tantarbiya va taraqqiyot jamiyatining muavin raisi Xolid Ataman 73 kilogramliklar bo'yicha musobaqaga tushib, sudanlik raqibi Ahmad Muhammadni birinchi maydonda mag'lub qilib g'alaba qozondi. Musobaqada Ataman jambozlik klubidagi Muhammad Salih qatorliq 2 o'smir mohir tushib raqiblarini yenggandan keyin 73 kilogramliklar bo'yicha Amrullo Ahmad eronlik raqibini yuqori nomer bilan yengib g'alaba qozondi. Bu mahirlar maydonga kirishda va raqibini yengib natija e'lon qilgan vaqtda Sharq Turkiston bayrog'ini lapildatib, Uyg'ur milliy kiyimlarini kiygan holda bo'lg'achqa ular kishilardan qizg'in olqishga erishdi. Programma riyosatchisi mikrofonda Uyg'ur mahirlarini Sharq Turkiston mahirlari keldi deb tonishtirgan. Xalqaro diniy erkinlik va e'tiqod birlashmasi 20 oktyabr bayonot e'lon qilib, Xitoyning turmadagi Uyg'ur doktor Gulshan Abbosni darhol qo'yib berishga chaqirgan. Bayonotda mundaq deyilgan: Gulshan Abbosning bosh og'rish, yuqori qon bosim va so'nggi kiriklashni o'z ichiga olgan ko'p xil sozilma xarakterli kasali bor bo'lib, u qarorlik davolanishni talab qiladi. U 2 yildan ortiq vaqtdan beri oilasi bilan uchrashtirilib boqmagan. Xitoyda sozilma xarakterli kasali bo'lgan mahbuslarning ular zarur bo'lgan muvaffaq davolashga erishishi rad qilinganligiga doir nurg'un xabarlar bor. Bayonotda doktor Gulshan Abbosning oilasining Xitoy taratqularning hujumiga uchrab kelganligi, Yar shahri vaqti gazetining Uyg'ur tutqunlarining qo'yib berilishi uchun harakat qilayotgan uning Amerikadagi faoliyatchi singlisi Roshan Abbosni bo'lgunchi Shinjongdagi Uyg'ur tutqunlar haqida o'sak so'z tarqatdi deb ayblaganligi. Lekin Gulshan Abbosning oilasi uning tutqun qilinishini Roshan Abbosning faoliyati bilan munosabatli deb qaraydiganligini bildirgan. Amerika Pokistonning ballistik boshqarilgan bomba planiga qatnashgan Xitoyning 3 shirkatini jazolash tizimligiga kirgizdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika davlat ishlar kotibatligi 20 oktyabr Xitoyning 3 organiga jazo yurgizganligini e'lon qilgan bo'lib, bu jazoning asosiy sababi ularning Pokistonning ballistik boshqarilgan bomba programmasini kerakli buyumlar bilan ta'minlaganligi ekan. Jazo tizimligiga kirgizilgan 3 shirkat Xitoy Universal Texnik Cheklik shirkati, Beijing Lolo Texnik taraqqiyot cheklik shirkati va Changzhou Otik birikma shirkati qatorliqlar ekan. Ularning ichida Beijing Lolo Texnik taraqqiyot cheklik shirkati bu yil 6-oyda Amerika Savdo ministrligi tomonidan jazolangan o'rin tizimligiga kirgizilgan ekan. Kanada Tashqi ishlar ministrligi bosh minister Justin Trudeau qatorliq nurg'un siyosiyonlarni nishon qilgan Xitoy bilan munosabatlik saqtuchur tarqatish harakatining bayqalganligini e'lon qildi. Ministerlik yozma bayonotida avgust va sentabr oylarida Trudeau o'qituvchilar rahbari Pierre Poilievre va nurg'un siyosiyonlarning ijtimoiy aloqa hisobiga Xitoy davlatiga qarshilik bot hisobi orqali minglagan inkoslarning yozilganligi o'tirg'a qo'yilgan. Xitoy Tamojna bosh mahkamasi e'lon qilgan sonliq ma'lumotga qaraganda, 9-oyda Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi ikki taraflik savdo 21 milliard 180 million dollarga yetgan. Bu 2022-yili 2-oyda Moskva Ukrainaga tajovuz qilishni boshlagandan buyongi eng yuqori saviya ekan. E'linishicha, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Beijing ziyaratidan keyin Rossiya va Xitoy shirkatlari o'rtasida yasmichilikdan ashyo obroti, elektronlik savdodan dehqonchilikgacha bo'lgan nurg'un sohada hamkorlik kelishimi imzolangan. Bu kelishimlar Xitoyning sharq shimolidagi Liaoning o'lkasi Shinyang shahrida o'tkazilgan yig'inda imzolangan. Yig'inga Rossiya hukumat amaldorlari, savdo vakillari va taxminan 800 Xitoy shirkati Rossiya bozoriga kirishni umid qilib qatnashgan. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi FBI'ning mudiri Christopher Wray, Angliya, Kanada, Avstraliya va Yangi Zelandiya axborot tarmoqlarining boshliqlari bilan o'tkazgan yig'inda Xitoy berayotgan texnik josuslik faoliyatiga bo'lgan andishisini o'tirg'a qo'ygan. Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Wray Xitoyning bu avlod va bu davrning aniq tahdidiga vakillik qiladiganligini bayon qilib mundaq degan: Bizning ideyamiz, yangiliklarimiz, iqtisodiy bexatarligimiz va oxirida davlat bexatarligimizga texnik atrofliq tahdid soladigan boshqa davlat yo'q.